Nur surasi Madinada nozil qilingan 64 oyatdan iborat. Surada Allohning yer va osmonlar nuri ekani va bu nur haqida tafsir berilgani uchun unga Nur surasi deb nom berilgan. Ijtimoiy hayot illatlaridan biri sifatida zinokorlik islom shariati bo'yicha ulkan gunoh sanalishi, u isbotlangan taqdirda bu fahsh ishga qo'l urgan ikki tomonga belgilanadigan jazolar, shuningdek birovni badnom qilish maqsadida uyushtirilgan soxta guvohlarning jazolanishi, insonning obro'sini to'kishdan saqlanish, nikohli turmush qurishning ahamiyati va boshqa masalalar surada o'z aksini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ushbu biz nozil qilgan va uni, ya'ni hukmlarini farz qilgan bir suradirki, unda sizlar eslatma olishingiz uchun aniq oyatlarni nozil qildik. Zinokor ayol va zinokor erkakning har biriga 100 darra uringiz. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi bo'lsangiz, Allohning dini hukmida sizlarni ularga, zinokorlarga nisbatan rahim shafqat tuyg'ulari tutmasin. Ularning jazolanishiga bir guruh mo'minlar hozir bo'lsin. Zinokor erkak faqat zinokor ayolni yoki mushrikani nikohlab olur. Zinokor ayolni ham faqat zinokor erkak yoki mushrik nikohlab olur. Bu ish mo'minlarga harom qilindi. Iffatli ayollarni zinokor deb haqoratlagan, so'ngra bu da'volariga 4 ta guvoh keltira olmagan kimsalarni 80 darradan uringiz va abadul abad ularning guvohliklarini qabul qilmangiz. Ana o'shalar fosiq kishilardir. Magar so'ngra tavba qilib o'zlarini tuzatgan kishilargina fosiq emasdirlar. Zero Alloh mag'firatli va rahimlidir. O'zlaridan boshqa guvohlari bo'lmagan holda o'z xotinlarini buzuq deb badnom qiladigan erlarning har biri o'zini albatta men rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi talab qilinadi. 5-inchisi, ya'ni guvohligi, agar yolg'onchilardan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin deyishidir. U, ya'ni erim, albatta yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi undan, ayoldan jazoni daf qilur. 5-inchisi, ya'ni guvohligi, agar erim rostgo'ylardan bo'lsa, unga menga Allohning g'azabi bo'lsin deyishidir. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida hamda Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va hikmat sohibi bo'lmaganida edi, mazkur holatlarda sharmanda bo'lar edingiz. Albatta, bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lmish bir to'da kimsalardir. Uni, bo'xtonni
sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamangiz, balki u sizlar uchun yaxshidir. Ulardan, bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi orttirgan gunoh jazosi bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa Abdulloh ibn Ubay uchun esa ulkan jazo jahannam bordir. Ey mo'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar o'zlari bir-birlari haqida yaxshilikni gumon qilib, bu aniq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Ular Oyshani badnom qilmoqchi bo'lganlar 4 ta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi? Bas, agar guvoh keltira olmasalar, demak Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, albatta oshirib toshirib so'zlaganingiz sababli sizlarni ulkan jazo tutgan bo'lar edi. O'shanda sizlar uni tildan tilga ko'chirib, og'izlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsani so'zlar va buni yengil fahmlar edingiz. Holbuki u Alloh nazdida ulkan gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mishmishni gapirish biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulkan bo'xton desangiz bo'lmasmidi? Agar mo'min bo'lsangiz, sira unga o'xshagan narsalarga qaytmasligingizni Alloh sizlarga nasihat qilur. Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Albatta, iymon keltirgan kishilar o'rtasida yomon gaplar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bordir. Hamma narsani Alloh bilur, sizlar esa bilmassiz. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati hamda Alloh mehribon va rahimli bo'lmasa edi, jazoni naqd qilgan bo'lar edi. Ey iymon keltirganlar, shaytonning izidan ergashmangiz. Kim shaytonning izidan ergashsa bas, albatta shayton buzuqlik va yovuzlikka buyurur. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganda edi, sizlardan biror kishi tuhmatdan pok bo'lmas edi. Lekin Alloh o'zi xohlagan kishini poklar. Alloh eshituvchi va biluvchidir. Sizlardan fazilat va keng mol-mulk egalari qarindoshlarga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida ehson qilmaslikka qasam ichmasin, balki ularni afv qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizmi? Alloh mag'firatli va rahimlidir. Albatta, fahsh ishlardan bexabar, iffatli mo'mina ayollarni badnom qiladigan kimsalar dunyoda ham, oxiratda ham la'natlanurlar. Ularga ulkan azob bordir. U kun ularning qilib o'tgan ish bo'xtonlari bilan tillari, qo'l va oyoqlari ularga guvohlik beradigan kundir. O'sha kuni
Alloh ularning haqiqiy jazolarini to'la to'kis berur va ular Allohning aniq haq ekanini bilurlar. Nopok ayollar nopok erkaklar uchun loyiqdir. Nopok erkaklar nopok ayollar uchun loyiqdir. Pokiza ayollar pokiza erkaklar uchun, pokiza erlar pokiza ayollar uchundir. Aynan o'shalar pokiza erlar va pokiza ayollar ularning aytayotgan bo'xtonlaridan pokdirlar. Ular uchun mag'firat va farovon rizq, jannat ne'matlari bordir. Ey iymon keltirganlar, o'z uylaringizdan o'zga uylarga izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshidir. Zora bu gapdan eslatma olsangiz. Bas, agar u uylarda hech kimni topmasangiz, unda to sizlarga izn berilmaguncha ularga kirmangiz. Agar sizlarga qaytingiz deyilsa, qaytib ketaveringiz. Shu sizlar uchun eng toza yo'ldir. Alloh qilayotgan ishlaringizni biluvchidir. Xususiy maskan bo'lmagan mehmonxona, karvonsaroy kabi sizlar foydalanadigan uylarga izn so'ramasdan kirishingizda sizlarga gunoh yo'qdir. Alloh oshkor qilayotgan narsangizni ham, yashirayotgan narsangizni ham bilur. Ey Muhammad, mo'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta, Alloh ular qilayotgan sir sinoatlaridan xabardordir. Mo'minalarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Shuningdek, odatda ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar. Ular zeb ziynatlarini erlari yo otalari, yo erlarining otalari yo o'g'illari, yo erlarining o'g'illari, yo o'zlarining og'a-inilari, yo og'a-inilarining o'g'illari, yo opa-singillarining o'g'illari, yo o'zlari kabi ayollar, yo qo'l ostilaridagi cho'rilar, yo ayollardan behojat bo'lgan, ya'ni juda keksayib qolganlar, xunasalar yoki aqlsiz devonalar kabi erkak xizmatkorlar, ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqa kishilarga ko'rsatmasinlar. Yana yashirgan ziynatlarini bildirib, oyoqlarini yerga urmasinlar. Barchangiz Allohga tavba qilingiz, ey mo'minlar, shoyat shunda najot topsangiz. Sizlarning orangizdagi tul erkak va ayollarni hamda qul va cho'rilaringizdan yaroqlilarini uylantiringiz. Agar ular kambag'al bo'lsalar, Alloh ularni o'z fazli bilan boyitur. Alloh fazlu karami keng va dono zotdir. Nikoh uchun lozim mablag' topa olmaydigan kishilar, to Alloh ularni o'z fazli bilan boyitguncha
o'zlarini haromdan, zinokorlikdan pok tutsinlar. Ey mo'minlar, qo'l ostingizdagi qullardan mukotab bo'lishini istaydiganlari bo'lsa, u holda agar sizlar ularda yaxshilikni bilsangiz, ularni mukotab qilingiz va ularga Allohning sizlarga ato etgan molidan beringiz. Iffatni istagan cho'rilaringizni dunyo hayoti matohlari ko'yida zinokorlik qilishga majburlamangiz. Kim ularni majbur etsa, bas albatta Alloh majburlaganlaridan so'ng u cho'rilarni mag'firat qiluvchi va ularga rahimlidir. Ey mo'minlar, dar haqiqat biz sizlarga ushbu bayon etuvchi oyatlarni, sizlardan ilgari o'tganlar to'g'risidagi misollarni va taqvodorlar uchun nasihatni nozil qildik. Alloh osmonlar va yerning nuridir. Nurining misoli xuddi bir tokcha ichidagi chiroq. Bu chiroq bir shisha ichida, u shisha go'yo bir durdan yaralgan yulduzga o'xshaydi. U chiroq na sharqiy va na g'arbiy bo'lmagan muborak zaytun daraxti moyidan yoqilur. Uning moyi musaffoligidan garchi unga olov tegmasa-da, atrofni yoritib yuborgudekdir. Mazkurlar qo'shilganda esa nur ustiga nur bo'lur. Alloh o'zining bu nuriga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Alloh odamlar ibrat olishlari uchun mana shunday misollarni keltirur. Alloh barcha narsani biluvchidir. U chiroq ko'tarilishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga Alloh izn bergan uylarda, masjidlardadir. U masjidlarda erta-yu kech unga tasbih aytadigan kishilar bordirki, ularni na tijorat va na savdo ishlari Allohning zikridan, namozni barkamol ado etishdan va zakot berishdan chalg'ita olmas. Ular dillar va ko'zlar iztirobga tushib qoladigan kun qiyomatdan qo'rqurlar. Ular qilgan ezgu amallari sababli Allohning mukofotlashi va yana ularga o'z fazli bilan ziyoda etishi uchun ibodat qilurlar. Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq berur. Kufrda bo'lganlarning qilgan amallari esa sahrodagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb o'ylar, uning oldiga kelgach esa hech narsa topa olmas va Allohni uning oldida topur. Bas u uning hisob kitobini mukammal qilur. Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir. Yoki kofirlarning qilgan amallari qavatma-qavat to'lqin va uning ustida qora bulut qoplab olgan sermavj dengizdagi zulmatlarga o'xshaydi. Ular ustma-ust zulmatlardir. Qo'lini chiqarib qarasa, uni ko'ra olmas. Kimga Alloh nur iymon bermasa, bas uning uchun hech qanday nur yo'qdir. Ey Muhammad, Allohga osmonlar va yerdagi bor jonzot, saf tortgan qushlar ham tasbih aytishlarini ko'rmadingizmi? Har biri o'z duo va tasbihini bilur.
Alloh esa ularning qilayotgan barcha ishlarini biluvchidir. Osmonlar va yerning podshohligi Allohga xosdir. Qaytish ham Allohning huzurigadir. Allohning bulutlarni haydashini, so'ngra ularni birlashtirishini, so'ngra ularni ustma-ust qalashtirishini ko'rmadingizmi? So'ngra bulut orasidan yomg'ir chiqayotganini ko'rasiz. Alloh osmondan undagi tog' bulutlardan do'l yog'dirib, uni o'zi xohlagan kishilarga yetkazur va o'zi xohlagan kishilardan burib yuborur. Chaqmog'ining yorug'ligi ko'zlarni ketkazgudekdir. Alloh kecha va kunduzning o'rinlarini almashtirib turar. Albatta, bunda ko'z egalari, oqillar uchun ibrat bordir. Alloh barcha jonivorni suvdan yaratdi. Ulardan qorni bilan sudralib yuradiganlari ham, ikki oyoqda yuradiganlari ham, to'rt oyoqda yuradiganlari ham bordir. Alloh o'zi xohlagan narsani yaratur. Albatta, Alloh barcha narsaga qodirdir. Dar haqiqat, biz sizlarga haqiqatni bayon etuvchi oyatlarni nozil qildik. Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlar. Ular, ya'ni munofiqlar, Allohga va payg'ambarga iymon keltirdik va bo'yin sundik deydilar-u. Shundan keyin ulardan bir guruhi yuz o'girib ketur. Ana o'shalar mo'min emasdirlar. Qachonki o'rtalarida hukm chiqarish uchun Alloh va uning payg'ambari sari chorlansalar, birdaniga ulardan bir guruhi payg'ambar huzuriga kelishdan bosh tortuvchilardir. Agar haqiqat ular tarafda bo'lsa, payg'ambar oldiga bo'yin sunib kelardilar. Ularning dillarida maraz bormi? Yoki Muhammadning haq payg'ambar ekaniga shubhalanadilarmi? Yoxud Alloh va uning payg'ambarlari ularga adolatsiz hukm qilishidan qo'rqadilarmi? Yo'q, ular aynan zolimlardir. Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarida hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarida mo'minlarning so'zi eshitdik va bo'yin sundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchilardir. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa, bas, aynan o'shalargina yutuq egalaridirlar. Munofiqlar, agar siz amr etsangiz, albatta jihodga chiqishlari haqida jon jahdlari bilan qasam ichdilar. Ayting, qasam ichmangiz. Jihod ma'lum bir toatdir. Uning uchun qasam ichishga hojat yo'qdir. Albatta, Alloh barcha qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Ayting, Allohga bo'yin suningiz va payg'ambarga bo'yin suningiz. Shundan so'ng agar yuz o'girsangiz, bas, payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa, Allohning buyrug'ini yetkazish va sizlarning zimmangizda o'zlaringizga yuklangan narsa, unga bo'yin sunish bordir. Agar unga itoat etsangiz, hidoyat topursiz.
payg'ambar zimmasida faqat sizlarga haq dinni aniq yetkazish bordir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymonli zotlarni yer yuziga xalifa qilganidek, ularni ham yer yuziga xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini mustahkam qilishni hamda ularning Makkadagi ko'rgan xavf xatarlaridan so'ng Madinada xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biror narsani sherik qilmaslar. Kimki mana shu va'dadan keyin noshukrlik qilsa, bas ular fosiqlardir. Ey mo'minlar, namozni barkamol ado etingiz, zakotni beringiz va payg'ambarga itoat etingiz, zora shunda rahim qilinsangiz. Ey Muhammad, kofir bo'lganlarni yer yuzida Allohni ojiz qoldiruvchi g'oliblar deb o'ylamang. Ularning borar joylari do'zaxdir. Naqadar yomon oqibat u. Ey iymon keltirganlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda balog'atga yetmagan farzandlaringiz 3 marta huzuringizga kirishda sizlardan izn so'rasinlar. Bomdod namozidan ilgari, peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va xufton namozidan keyin. Bu 3 vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirsalar, sizlarga ham, ularga ham gunoh yo'qdir. Chunki ular sizlarga biringizga kelib ketib turuvchidirsiz. Alloh oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Qachonki go'daklaringiz balog'atga yetsa, bas ular ham xuddi o'zlaridan oldingi balog'atga yetganlar kabi izn so'rasinlar. Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Xotinlardan o'tirib, keksayib qolgan, nikohni, erga tegishni o'ylamaydiganlari, biror ziynat bilan yasanmagan hollarida kiyimlarini, yopinchiqlarini yechib qo'yishlarida ularga gunoh yo'qdir. O'zlarini pok yopinchiqda tutishlari ular uchun yaxshiroqdir. Alloh eshituvchi va dono zotdir. Jangga chiqmaslikda ko'zi ojiz kishiga gunoh yo'qdir. Cho'loqqa ham gunoh yo'qdir. Bemorga ham gunoh yo'qdir. Ey mo'minlar, o'z uylaringizdan yo otalaringizning uylaridan, yo onalaringizning uylaridan, yo aka-ukalaringizning uylaridan, yo opa-singillaringizning uylaridan, yo amakilaringizning uylaridan, yo ammalaringizning uylaridan, yo tog'alaringizning uylaridan, yo xolalaringizning uylaridan, yo sizlar kalitlariga ega bo'lgan uylardan, yo do'stingizning uyidan izn so'ramasdan
taomlanishingizda sizlarga gunoh yo'qdir. To'plangan yo bo'lingan hollaringizda ovqatlanishingizda sizlarga gunoh yo'qdir. Bas qachonki uylarga kirsangiz, bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak, pokiza salomni aytingiz. Sizlar aql yurgizishlaringiz uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qildi. Albatta, mu'minlar faqat Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan zotlardir. Ular payg'ambar bilan biror umumiy ish ustida birga bo'lgan vaqtlarida to undan izn so'ramagunlaricha ketmaslar. Faqat sizdan izn so'raydigan zotlar aynan o'shalargina Alloh va uning payg'ambariga iymon keltiradigan zotlardir. Endi qachonki ular sizdan ba'zi bir ishlari uchun izn so'rasalar, bas ulardan xohlaganlaringizga izn bering va Allohdan ularga mag'firat so'rang. Albatta, Alloh kechirimli va rahimlidir. Ey mu'minlar, payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmangiz. Sizlardan berkingan hollarida payg'ambar huzuridan sug'urilib chiqib ketadigan kimsalarni Alloh yaxshi bilur. Payg'ambarning amriga xilof ish tutadigan kimsalar o'zlariga biror kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan saqlansinlar. Ogoh bo'lingiz kim, osmonlar va yerdagi bor narsalar albatta Allohnikidir. U sizlar nimada ekaningizni, mo'min yoki munofiqligingizni ham, o'ziga qaytariladigan qiyomat kunini ham yaxshi bilur. Bas ularni o'shanda qilib o'tgan ishlaridan xabardor qilur. Alloh barcha narsani biluvchidir.